Suvdan oqilona foydalanish hozir davr talabi bo'lib ketyapti. O'zbekiston sharoitida bilasizki, hozirgi paytda suv juda ham muammo. Hozir zamonaviy Xitoy texnologiyalari O'zbekistonga kirib kelgan. Mana shu qurilmamiz nima ish bajaradi deb o'ylaysizlar? Odatda eski zatvorlarimiz pastki qismidan suv oqib o'tadi, to'g'rimi? Bu mexanizmda ishlash prinsipi juda ham boshqacha. Ya'ni bu mana shu qismi tepaga ko'tariladi. Tepaga ko'tarilganning hisobiga suv o'tishi qiyinlashadi. Nima ko'tariladi? Sath ko'tarilishni boshlaydi va bu yoqda suv sathi ko'tarilib, mana bu joydan mana bu zatvorga suv o'tishni boshlaydi. Mana bu ko'rishingiz mumkin, suv o'tmayapti. Sababi suv kam. Buni nima qilish kerak? Mana shu zatvorni mana shu qismini ko'targandan keyin tepaga bu sath ko'tariladi, mana shu joydan suv kirishni boshlaydi. Zamonaviy texnologiyalar ko'payishni boshlagan O'zbekistonda ham.